Ekologiya, atrof muhit tozaligi hayotimizning eng muhim poydevoriga aylandi. Bugun insonlar nafaqat tabiatni, balki o'z salomatligini, kelajak avlod hayotini himoya qilish uchun kurashmoqdalar. Yoshlar ishlari agentligi huzuridagi yashil tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi 3 ta mega tanlovni e'lon qiladi. Innovatsion g'oyalar va texnik ishlanmalarni amaliyotga joriy etishga qaratilgan 14 dan 18 gacha hamda 19 dan 30 yoshgacha bo'lgan toifalar bo'yicha yashil innovatsiyalar tanlovi. Har bir buyuk o'zgarish kichik g'oyadan boshlanadi. Agar sening innovatsion g'oyang bo'lsa, uni hayotga tatbiq etishning vaqti keldi. Ekofaollar uchun ekologik ijtimoiy loyihalar tanlovi. Tabiatni asrash bu bir kishining ishi emas, bu jamiyatning mas'uliyati. Agar sen atrof muhit uchun foydali tashabbusga ega bo'lsang, uni harakatga aylantir. Shuningdek, ekologiya va qishloq xo'jaligi yo'nalishlarida magistratura va doktorantura bosqichida tahsil olayotgan yoshlar uchun yashil tashabbuslar stipendiyasi tanlovlari o'tkaziladi. Ilm-fan yashil kelajak sari eng ishonchli yo'l. Tadqiqotlaring orqali tabiat va inson orasidagi muvozanatni saqla. Arizalar 20-yanvardan 20-fevralga qadar yashiltashabbus.uz elektron platformasi orqali qabul qilinadi. G'olib deb topilgan eng yaxshi loyihalar jamg'arma tomonidan moliyalashtiriladi.